Amerikaga kelmasimdan avval faqatgina ko'chalarda, bepul stadionlarda basketbol o'ynayotgan yoshlarni, hech kim majburlamasdan o'ynayotgan yoshlarni faqat kinolarda bo'ladi deb o'ylardim. Hayotda esa bunaqa narsasi yo'q deb o'ylardim. Kelganimdan keyin ko'rdimki, bu hayotda ham Amerikada shunaqa ekan. O'quvchilarni maktab avtobusi olib kelib qo'yish ham faqat kinolarda deb o'ylardim. Hayotda ham shunday ekan. Yana kirlarni odamlar ko'chaga chiqib, kir yuvadigan joylarda yuvishi faqat kinolarda deb o'ylardim. Bu ham hayotda ekan. Yana Halloween bayrami faqat kitobda va kinolarda deb o'ylardim. Bu ham esa hayotda haqiqatan shunaqa zo'r nishonlanar ekan. Oxirgisi Christmas bayrami. Yangi yil va Christmas ham juda ham keng nishonlanar ekan. Yana bitta videoga olinmagan joyi bor. Ertalablari ayniqsa har 4-5 odamning qo'lida kofe ko'tarib ichib yuradi. Kofeni biron joyda o'tirib ichish yoki uyda ichish men uchun zavq beradi, chunki siqqani. Sizningcha yana nimalar kinolarda faqat deb o'ylaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.